tarix o'qigan bo'lsanglar, Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning dasturxonlarida mana shu sizni bizlarning dasturxonimizdagi narsani qanchasi bor edi? Bu narsalarni qaysi birini tanovul qildilar? Sofiya onamizga uylangan paytlarda Xaybar fathida sahobiylar yetishadi. Janobi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Sofiya bint Huvaylidga uylangan paytlarida nikoh to'yi qilib berdilar. Nikoh dasturxonlariga mana bu dasturxonning o'rniga qo'y echkilarning terisi dasturxon tariqasida yozilib, xurmo bilan qurt qo'yilindi xolos. Bir burda non, bir tishlam go'sht ham yo'q edi deydilar. Olamni sayyidi bo'lgan zotni dasturxonlarida yo'q narsa siz bizlarni dasturxonimizda turibdi. Alhamdulillah deyapmizmi shunga? Yolg'iz edik, Xudoy taolo juft berdi. Jufti yo'qlar qancha? Dunyodan o'tib hozir yolg'iz yashayotganlar qancha? Alhamdulillah demaylikmi? Oila qurib, yillar o'tib 10-15 yilda hali tirnoqqa zor oilalar bor. Bizni oilamizda yil o'tmasdan farzandlik bo'ldik. Farzandlarimizni farzandlarini ko'rdik. Alhamdulillahga arzimaydimi bu ishlar? Hayoti dunyoda yashayotgan bandalar ichida eng baxtli banda bir kunda 5 mahal namoz o'qiydigan banda ekan. Nima uchun? Erta bilan ko'zini ochganda, yurganda, turganda, hojatga kirganda, tahoratdan chiqqanda buni esdan chiqarishligi mumkin ekan, lekin tahorat qiladi. Bomdod namozini 2 rakat sunnatini o'qiydi, alhamdulillahni albatta o'qiydi. Har rukuga borganda Subhana robbiyal azimni kamida 3 marta, 5 martadan aytadi. 32 rakat namoz o'qiymiz, 64 ta sajdasi bor. Har bir sajdada Subhana robbiyal a'loni 3 marta, 5 martadan aytadi. Rukuga borganda, sajdaga borganda Allohu akbar, samiallohu liman hamdu Allohning zikrini qiladi. 5 mahal namoz o'qiguvchi banda bir kunda Robbisini nomini, zikrini 1000 martadan ko'p Allohni eslaydi ekan. Qani namoz o'qimayotganlar Allohni 100 marta eslayapsizlarmi? 32 rakat namozni 11 joyda qadai oxir bor. Attahiyatu lillahi, Allohumma solli ala, Allohumma barik aladan keyin Allohumma mag'firli val volidayya deb namoz o'qiguvchi namoz ichida qadada joyi pok, badani pok, qiblaga qaragan holatda mani mag'firat qilgin, gunohimni kechirgin, ota-onamni gunohini kechirgin deb 11 marta duo qilyapti. Namoz o'qimayotgan insonlar 11 marta ota-onangizni eslayapsizmi, gunohini so'rayapsizmi?